Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilarimiz. Mana bugungi darvozamiz Namangan viloyati Toshbuloq shaharchasiga o'rnatganmiz. Darvozamiz high-tech usulda 2026-yilda eng trend bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 380 bo'lgan. Tevallarini lazerli qilib berganmiz high-tech usulda. Mana shu yerda qurishlarimiz. Darvozamiz 2 qavatli bo'lgan, orqa tarafda tekis. Kimga shunaqa sifatli, chiroyli darvozalar kerak bo'lsa, pastdan nomer aloqa chiqarsizlar, inshaalloh O'zbekiston bo'ylab ustunlikka qilib beramiz. Darvozamizni orqa tarafdan ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. Mana orqalari ham idealni chiqqan. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli darvozalar kerak bo'lsa, pastdan nomer aloqa chiqarsizlar, inshaalloh O'zbekiston bo'ylab ustunlikka qilib beramiz. Darvozamiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, inshaalloh bundan ham chiroyli darvozalar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga omad, sog' va salomat bo'ling.